Bilyardni oyda yilda bir o'ynaydigan insonlar uchun shunchaki tayoq. Lekin haqiqiy mutaxassisning qo'liga tushganda bu musiqa cholg'usiga aylanadi. U bilan harakatlanayotgan mutaxassis undan takrorlanmas simfoniyalar chiqara oladi. O'zbekistondagi eng qimmat va ajoyib bilyard mutaxassisi Tojiboy aka Shukurov. Avvalambor assalomu alaykum. Men aslida mutaxassis emasman, lekin qiziqishim, hobbiyim bu meni bilyard. Hozirgi qimmat tortgan keys, menimcha O'zbekistonda bu faqatgina ana shu lider klubida saqlanadigan ikkitagina key bor. Yevgeniy Shtofin o'zini brendi bo'yicha chiqariladigan key. Bu juda ham eksklyuziv key hisoblanadi. Negaki bu yerda har bir narsasi oddiy odamga hali aytganingizdek oddiy tayoqdek tuyulishi mumkin, lekin bunga ustani mehnati shu darajadaki 1 yil, 1,5 yil orasida yasaladigan kiylar hisoblanadi. Bu Shtoffer kiylarini har biri eksklyuziv kiylar hisoblanar ekan va buni narxi ham to'g'risi eksklyuziv ekan. Faqat bu kiyi narxini aytishdan oldin eng qimmat uchun eng qimmat zarbalaringizdan bittasini ko'rsatib bera olasizmi? Ko'rsatib beraman. Narxini shu zarbadan keyin aytsak. Xo'p. To'g'risi haqiqatdan eng qimmat udar bo'ldi. Endi bu kiyi narxini aytmasangiz bo'lmaydi. Buni o'zini narxi 3000 dan 5000 gacha. Tojiboy aka, men chexolini ko'rib turibman. Buni narxi nech pul? Bu ham shunaqa eksklyuzivmi? Aslida endi sizlar aytganda chexol deb aytiladi bu. O'zi tubus 700 dan 1000 dollargacha. Shunda hozir bizni qo'limizda turgan kiyi umumiy narxi o'rtacha 4,5 ming 5 ming dollar. Yo'q, 4,5 ming 5 ming dollar demaymiz. Endi bu 3 minglik kiy emas lekin. 3,5 minglik kiy. Bu 5 minglik kiy. Masalan, xullas kalom. Umumiy narxi shunda nech pul bo'lganini o'zingiz yozinglar. Bilyard sportini yaxshi tushunadigan ushbu Shtofun kiyi haqida yana ma'lumotga ega bo'lgan insonlar izohlar yozib qoldiring. Javohir Shodmonov bilan doim eng qimmatlari va eng yaxshilari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.